Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bolalar adabiyoti bola shaxsini shakllantirishda, uning tafakkuri, tasavvuri va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Sifatli kitoblar tanqidiy fikrlash, hissiy intellekt va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga yordam beradi. Globallashuv va jadal texnologik taraqqiyot sharoitida bolalarga ularning yosh va madaniy xususiyatlariga mos keladigan yuqori sifatli adabiyotlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Bolalar adabiyoti shunchaki ko'ngilochar kitoblar emas, u har bir bola hayotida muhim madaniy, ma'rifiy, tarbiyaviy va hatto psixologik ahamiyatga ega. O'zbekistonda bolalar adabiyoti milliy ta'lim va madaniyatning muhim qismi hisoblanadi. Keyingi yillarda bolalar kitoblari sanoati qator muammolarni bartaraf etib, rivojlanish sari yuz tutmoqda. Bugun shular haqida fikrlashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Mahfuza Yo'ldosheva, siyosiy fanlar doktori, dotsent, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi. Dilshod Rajabov, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi, bolalar shoiri. Lola Fattoyeva, O'zbekiston nashriyoti bolalar va badiiy adabiyot tahririyati mudiri hamda Orif To'xtashev, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, bolalar shoiri. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugun ushbu yuqorida aytilgan dolzarb mavzu yuzasidan muloqot qilamiz. Asosiy mavzuyimiz bolalik mo'jizalari. O'zbekistonga kuchli bolalar kitoblari sanoati nima uchun kerak va u qanday rivojlanmoqda? Bilamizki, bu jihatga ham, ushbu yo'nalishga ham juda katta mamlakatimizda e'tibor qaratilyapti va natijalar yo'q emas, bor. Bu borada bolalar shoirlari, umuman nashriyotlarimiz katta ish olib borayotganligiga guvohmiz. Shu o'rinda ayrim raqamlarni keltirib o'tmoqchi edim. Respublikamizdagi nashriyotlar tomonidan 2023-yilda 15867 nomdagi 33,7 million nusxa adabiyotlar nashr etilgan bo'lsa, shundan 25,3%. 2024-yilda esa 18360 nomdagi 47,4 million nusxa adabiyotlarning 28,1% bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar hisoblanadi. Mana shu raqamlardan ham ko'rinib turibdiki, yildan yilga faoliyatimiz takomillashib boryapti va bu yaratilgan imkoniyatlardan foydalanish va qo'yilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash bo'yicha demak katta bir ishlar olib borilayotganligiga guvohmiz. Albatta biz bugun bolalar adabiyotini muhokama qilayotgan ekanmiz. Bolalar adabiyoti nayinki faqat adabiy yo'nalishda emas, balki ko'ngilochar bir yo'nalishda ham qaramasligimiz lozim. Ya'ni bolalar adabiyoti nashrlariga biz vatanni bugunini va ertasiga ta'sir qiluvchi katta bir kuch sifatida, mafkuraviy kuch sifatida qarashimiz kerakki, bugun biz farzandlarimizga qanday kitob tutqazsak, ertaga ular mana shu g'oya asosida shakllanishini, ularni ongini mana shunday g'oyalar, mana shunday qadriyatlar egallashini unutmagan holatda biz faoliyat olib borishimiz kerak. Bolalar nashrlariga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va men bundan juda ham xursand bo'lamanki, yaqindagina prezidentimiz tomonidan bolalar uchun milliy kontentni yaratish masalasi ham alohida qaror sifatida qabul qilindi. Va ya'ni biz bolalar adabiyotini mana shu zamonaviy texnologiyalarga uyg'unlashtirilgan holatda biz farzandlarimizga taqdim etishimiz kerak degani. Bu o'rinda mana shu sohadagi mutaxassislarga, olimlarga, yozuvchi, shoir, adiblarimizga yetarli darajada ish topiladi. Va aytmoqchi bo'lganimki, yetarli darajada vazifa topshirish bilan birgalikda ularning yelkasiga o'sha ertangi kunni mas'uliyati ham yuklanadi. O'zbekiston Respublikasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil sentyabr oylarida ham ziyolilarni, yozuvchi, shoirlarni yiqqan holatda anjuman bo'lib o'tdi. Aynan mana shu bolalar adabiyot nashrlari bo'yicha va kitob o'tkazilayotgan kitob festivallari, ko'tarilayotgan muammolarni eng dolzarbligiga qarasak, bolalar adabiyoti va bolalar nashrlariga beriladigan o'sha ijodiy ishlarni ko'lami qanday tarzda va ularni biz bolalarni o'quvchiga, haqiqiy mutolaachiga aylantirish uchun nimalar qilishimiz lozim degan bir o'sha maqsadli savollar qo'yilgan va bu borada davlat siyosati darajasida qaralyapti. Faqatgina bugungi o'rinda biz alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masalalar ham, jihatlar ham borki, ya'ni o'sha asarlarni bolalar adabiyoti
yozuvchilarini moliyalashtirish masalalari. Bolalarimizni ko'rsak, ular kitobni hajmiga emas, uni qanday tarzda qiziqarliga e'tibor berishimiz kerak. Bu zamonni talabi. Va mana shundan kelib chiqqan holatda hattoki o'sha bitta kichik ertak, bitta kichik hikoyani ham biz shu darajada o'sha rang-barangligini oshirib, bolaga qiziquvchan tarzdagi taqdim etishimiz kerak va albatta uni mazmuniga, asarni mazmuniga, g'oyaviy shakliga e'tibor berishimiz kerak. Mana sentyabr oyida bo'lib o'tdi uchrashuv, muloqotimiz. Albatta bunday masalalar, yechimini kutayotgan muammolar bu ijodiy muloqotlarda ko'zga tashlanadi va o'rtaga tashlanib, o'shaning yechimi birgalikda izlanadi, fikr, mulohazalar o'rganiladi. Mana sentyabrda bo'lgan tadbirda qanday bir muammolar o'rtaga tashlandi? Bugungi kundagi aynan mana shu narsani ham o'zim o'sha dolzarb mavzu sifatida ko'tardim. Tarjima qilinayotgan asarlarning mohiyati. Biz istagan o'sha chetdan kelgan va boshqa bir o'sha chet el yozuvchini asarini bolalar o'sha asarlarni dabdurustdan tarjima qilib uni bolalarning qo'liga tutqazmasligimiz kerak. Uni o'sha g'oyaviy jihatdan mazmuni, puxtaligi va bolaga nima bera olishi haqida biz bosh qotirishimiz kerak. Biz bugun bolani qo'liga qanday tarzda kitob tutkazsak, ertaga shuni mevasini olamiz. Biz bugun o'sha bolalarimizga qanday g'oyani ulashsak, ertaga mana shu g'oya ta'sirida yoki ularni dunyoqarashi keng bo'ladi, yoki ularni o'sha qaysidir bir g'oyaga asir bo'lib qolayotganini biz muallifiga aylanib qolamiz. Shuning uchun bir qator yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, tarjimashunoslarimiz, olimlarimiz o'zlarining sohaga doir takliflarini tashlashdi. Bu o'rinda o'sha menga eng asosiy masala eng birinchi navbatda o'sha chekka joylarga ham sayyor kutubxonalarni borishi. Tarjima holatiga biz alohida e'tibor berishimiz kerak. Bugungi o'sha zamonaviy texnologiyalar yetarlimi va o'sha asarlarni nainki faqatgina kitob nusxasi, elektron va animatsion multfilm shaklidagisini ham uzata oladigan darajada biz jarayonga kirib borishimiz kerak. Mahfuzaxon, bilamizki, hatto keyingi paytlarda biz o'sha animatsion deymizmi yoki bolalarga tushunarli tarzda ularning tilida yetkazib borishga yoki nafaqat sifat, balki siz aytganingizdek uning mazmuniga ham juda katta bir e'tibor berish kerakligi demak ko'p ta'kidlanyapti. Bolalar uchun she'r yozish, asar yaratish nihoyatda qiyin. Buni ko'p yozuvchilarimiz, shoirlarimiz aytishadi. Dashodga qanday fikrlaringiz, mulohazalaringiz bor? Bolalar kitoblarning sanoatini rivoji uchun biz qanday hissa qo'shyapmiz bugun va oldimizda qanday bir vazifalar bor? Marhamat. Bolalar tarbiyasi, bolalar kitobi, bolalar kitobxonligi, bolalar adabiyoti masalalari bugungi kunda yana ham dolzarblik kasb etgan, chunki dunyo globallashyapti. Zamonda mana bunaqa tezkor rivojlanish, taraqqiyotni ko'rib turibmiz. Ayni paytda bizning farzandlarimiz ham mana shu taraqqiyotdan chetda qolmasligi kerak. Buning uchun kitob o'qish kerak. Va bugungi kunda bolalar ijodkorlari imkon darajasida ijod qilyapti. Joylarda, viloyatlarda yaxshi bolalar ijodkorlarimiz bor. Bular o'zlari iste'dodi, qobiliyati darajasida yangi va yaxshi asarlar yozyapti va bularni bir qismi albatta chop ham etilyapti. Sababi ko'p nashriyotlar xo'jalik hisobida bo'lgani uchun bilasiz, ular o'z imkoniyatidan kelib chiqib bu ishni amalga oshiradi. Lekin qonarli tomoni shundaki, mana o'tgan yilda prezidentimiz qo'ygan bir katta masala bor edi. O'sha bolalarimiz uchun buyuklarni, bizni bobolarimizni, allomalarimizni bolaligi haqida asarlar yozish degan masalani qo'ygandilar. Mana shu masalada Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida yig'ilish bo'lib, bir qator biz bolalar ijodkorlari shu yerda jamlandik. Shu yerda bizga vazifalar qo'yildi va biz mana shu vazifalar asosida ijodkorlar buyuk bobolarni bolaligi haqida hozir 10 dan oshiq kitoblarini yozib nashriyotga topshirdi va nashriyot bilan bu shartnoma asosida ular albatta o'sha ijtimoiy buyurtma sifatida ma'lum qalam haqlari to'landi. Mamlakatimiz tomonidan, davlat tomonidan bolalar adabiyotini rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar qilinyapti. Boshqa tegishli tashkilotlarda bu bo'yicha ishlar amalga oshyapti. Mana yana bir narsani misol bilan aytaman. Gulxan, G'uncha, Tong yulduzi kabi bolalar nashrlarimiz bor. Bular bizni bolalar adabiyotiga, bolalar kitobxonligiga olib kiradigan vosita bular. Shu gazeta, jurnalni o'qigandan keyin kitobxonlikka qarab qadam qo'yadi bolalar. Bizda bolalar kitobxonligi bo'yicha mana yosh kitobxon tanlovlari bor, kitobxon oila tanlovlari bor, bolalar kitob bayramlari o'tyapti, har xil konferensiyalar, bu yaxshi. Qamrab olinyapti. Mana Yoshlar ishlari agentligi bor, maktab va maktabgacha vazirlik, boshqa tegishli tashkilotlar. Lekin bular tanlovlardan ham ko'rishimiz mumkinki, haqiqatda kitobxonlikka bo'lgan qiziqish yoshlarimiz orasida nihoyatda katta. Bular kam foizni tashkil qiladi, gap shunda. To'g'ri, bizning bolalarimiz katta yutuqlarga erishyapti.
mashinalar olyapti, davlat tomonidan rag'batlantirilyapti. Davlat mana sharoitlarni yaratib beryapti. Bolangni o'qit, men senga mashina beraman deb turibdi bizni davlat. Lolaxon, siz bevosita nashriyotdasiz. Nashriyotda qanday bir ishlar olib borilyapti? Bolalar adabiyotini, sanoati rivojiga hissa qo'shadigan qanday bir loyihalarimiz bor va qanday nashriyotda muammolar bor, qanday bir masalalar yechim topyapti? Marhamat. Respublika miqyosida O'zbekistonda juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Aynan bolalar adabiyotini rivojlantirish borasida va bu loyihalarning eng tepasida shu Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, ya'ni qisqacha qilib aytganda AOK juda katta rol o'ynayapti. Buni alohida e'tirof etmoqchiman. Shularning sa'y-harakati bilan mana bugungi kecha kunduzda bizning nashriyotimizda ikkita uchta aynan bolalarga mo'ljallangan yangi loyihalar ishga tushdi. Demak, mana shu qo'limdagi mana hozir ko'rsatib turgan kitobim, bu kitobxon bolalar rukni ostida chop etilayotgan kitoblarimiz. Bu kitoblarimizni 100 ta adadga chiqarish maqsadimiz bor. Hozir birinchi partiyada 20 ta nashrdan chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi 100 nomda, mana shular hammasi mana jahon standartlarida mos keladigan, hatto ularning talab darajasidan ham oshadigan darajada sifat jihatdan ham qog'oz sifati, rasmlarning rang-barangligi, xohlagan jahon mamlakatida chiqayotgan kitoblar bilan solishtirsangiz ulardan oshsa oshadi, lekin kamlik joyi yo'q. Demak, sifati, mazmuni, albatta hamma har jihatdan talabga javob beradi va eng muhimi bu kitoblarimiz juda ham arzon narxda bozor ko'tara oladigan darajada biz o'sha xarajatlarni pastga tushirib shu kontentga erishdik. Mana shu loyihaning ikkinchisi bu buyuklar bolaligi loyihamiz. Mana bu yerda logotiplardan ham ko'rsangiz bo'ladi. Demak, bu bizda yashab o'tgan allomalar, buyuk shaxslarning bolaligi haqidagi badiiy asarlar, she'riy asarlar, dostonlar, ma'rifiy qissalar kabi badiiy asarlarni o'z ichiga jamlab olgan. Loyiha doirasida mana misol uchun Xudoybek To'xtaboyevning bolaligi, mana Tursunboyning sarguzashtlari deb nomlanuvchi Tursunboy Adashboyev yoshligi haqida hikoya qiluvchi asarimiz. Mana Dilshod akani o'zlari yozgan Avloniyning bolaligi, Navoiyning Navbahori, Alisher Navoiy haqida, Bobur haqida, Mirzo Ulug'bek haqida. Masalan, mana shu kitobimiz Ulug'bek Popkorn sayyorasida deb nomlanadi. Qobiljon Shermatov tomonidan yozilgan. Bu fantastik asar bo'lsa, mana shu muallif fantastika bilan birga kelajak boshqa sayyoraga tushib qolgan Ulug'bek Mirzoning Amir Temurdan qanday tarbiya olgani va o'sha bilimlarni, ko'nikmalarni kelajakdagi yangi sayyoraga qanday qo'llagani haqida juda chiroyli, qiziqarli fantastik asar hisoblanadi. Meni o'zim bolaligimni eslasam, men o'sha maktab kutubxonasidan tarbiya olganman. Shu darajaga yetib kelishimga masalan maktab kutubxonasi sabab bo'lgan. Maktab kutubxonasi 6-sinfgacha kutubxonachi menga kitob qolmadi, san o'qiydigan kitob qolmadi deb aytadi. Kattalarniki bo'lsa ham bering deb so'raganlarim esimda. Orif aka, siz bevosita ijod qilasiz ko'p yillardan buyon bolalar uchun. Sizni asar she'rlaringizni ko'pchilik bolalarimiz sevib o'qishadi, yod olishadi va bugun mana yuqorida aytilgan masalalardan kelib chiqib sizning fikrlaringiz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bugun mana siz ham ko'plab kitoblar nashr ettirgansiz, qanday bir muammolarga, masalalarga duch kelgansiz va ijodkorlar bilan muloqot jarayonida qanday fikrlar, mulohazalar o'rtaga tashlanyapti? Bolalar adabiyotini mana shu bevosita bugungi kunda dunyo bo'yicha yo'nalishga qaratilayotgan e'tibor haqida gapirgim kelyapti-da. Biz 22-yilda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tashabbusi bilan bevosita xalqaro bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashiga a'zo bo'lganmiz va o'sha yilning sentyabr oyida adashmasam Malayziya mamlakatiga borib, bevosita o'sha joyda ko'rdik, kuzatdik va bolalar adabiyotiga qanday yondashish kerakligini va o'sha joyda ko'rdik, kuzatdik, butun dunyoning jamiki manzillaridan kelgan bolalar ijodkorlari, rassomlari yoki bo'lmasa o'sha noshirlari barchasi jamiljon bo'lgan bir manzilda va o'sha joyga borib men bizning adabiyotimiz, ayniqsa o'zbek bolalar adabiyoti hech bir xalqning adabiyotidan yuk darajasida mutlaq kam emasligini ko'rdik. Birgina bargning to'kilishi to'g'risidagi bitta kitobni masalan ko'ryapti va o'sha joyga tanlovga qo'yyapti. Barg daraxtdan to'kildi, kelib ariqqa tushdi. Mana shunday bir kichkinagina bir voqeani bolalarga shunday bir jonlantirib
kitob holatida berganki, uni to'g'risi yosh bolalarimiz kattalarning o'zini ham e'tiborini jalb qiladi. Bugungi bolalarimiz ko'rib kuzatib turgan multfilmini qarang yoki bolalar uchun jahoniy bir filmlarimiz bor. Ularni qarang va mana shu filmlarni ko'rgan, mana shunday bir juda bir taraqqiy topgan mamlakatlarning multfilmlarini ko'rgan, kino darajasida olingan multfilmlarni ko'rgan bolalarga biz uchar gilamlarni haqidagi bir kitoblarni yoki ertaklarni yoki bir yengil bir asarlarni taqdim qila olmaymiz. Taqdim qilganimizda ham ularni e'tiborini jalb qila olmaymiz. Shu ma'noda ijodkorlarimizning zimmasiga ham juda katta mas'uliyat yuklanyapti. Kitob sanoati haqida gapirayotganmiz, shu haqida kuyunayotgan ekanmiz. O'sha nashriyotlarda ham bolalarni his qiladigan bir psixologlarmi yoki bo'lmasa bolalar pedagoglarimi, mana shunday bir insonlar ishlash kerak degan bir fikrlarni, takliflarni aytkim kelyapti. Va nashriyotgacha bo'lgan jarayonda psixologlar o'zini menimcha taklifini, mulohazasini bergan bo'lishi kerak. Nashriyotlar ko'proq bizga bosib, nashr qilib yetkazib beradi. Mana Lolaxon yuqorida aytdilarki, o'sha zanjir uzilib qolgan, uni tiklash kerak deb. Albatta. Endi nashriyotlarimiz ham boshqacha ko'z bilan bugun qarash kerak. Nimaga? O'sha targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirish kerakdir. O'zaro hamkorlik uchun agar sizga taklif bo'lmayotgan bo'lsa, buyurtma bo'lmayotgan bo'lsa, agar yoki kam buyurtma bo'layotgan bo'lsa, yana ham buyurtmani oshirish uchun, demak, nashriyotlar ham bugun izlanish kerak, yangi imkoniyatlardan foydalanish kerak, ta'lim sohasiga kirmayotgan bo'lsa, bular kirib borish kerak. Menimcha mana shunaqa hamkorlik o'rtadagi munosabatlarni yana shakllantiradi, mustahkamlaydi. Buxoriyning bir chiroyli gapi bor, ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay. Mana biz bolalar adabiyotiga e'tiborimizni qaratishimizdan bosh maqsad nima edi? Bolalarimizni ilmga bir yaxshi inson bo'lib, bir kasbning egasi bo'lishga yo'naltiramiz. Demakki, ilmdan boshqa najot yo'q ekanligini biz birinchi ota-onalar sifatida biz o'zimiz his qilishimiz kerak va biz bevosita farzandlarimizga kitobxon bo'lib xonadonimizda ko'rinishimiz kerak-da. Biz bugun bevosita o'zimiz gadjetda yoki bo'lmasa o'sha teleekranlarning qarshisida yoki qo'limizda telefon bilan munosabatda bo'lsak, bolalarimizni kitobxon qilib tarbiyalay olmasligimiz bu turgan gap. Bugun mana shuncha kitoblar yaratilyapti. Buni biz farzandlarimizga yetkazishimiz kerak. Avvalo oilamizda farzandlarimizda yaxshi o'qishi uchun ularni ruhlantirib, ularni rag'batlantirib, mana shunday kitoblarni sovg'a qiladigan bo'lsak, ularni bevosita biz yuqorida ham ta'kidlab o'tdikki, madaniy, ma'rifiy, tarbiyaviy, hatto psixologik, demak, rivojlanishiga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki bugun biz yaratayotgan, biz nashr qilayotgan kitoblarimizda mana ko'rsatdilar misollar asosida sifati ham, uni dizayni ham, uni mana psixologlar jalb qilingan holda deyapsiz. O'sha bolaning e'tiborini tortadigan, bolalarimizni dunyoqarashini o'zgartiradigan jihatlari juda ham ko'p. Shu o'rinda ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchi edim. 2025-2027 yillar davomida Jahon bolalar adabiyoti durdonalaridan 100 jildlik illyustratsiyali asarlar majmuasini o'zbek tiliga tarjima qilish va nashr etish bo'yicha ham ishlar olib borilayotganligi e'tiborga molik. Yana bir jihat, O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida yosh kitobxonlar sonini 5 milliontaga yetkazish, har yili 100 ta badiiy asar, bolalar va o'smirlar uchun 50 ta kitob yaratish, Jahon bolalar adabiyoti durdonalari ko'p jildligini o'zbek tilida nashr etish ham maqsad qilingan. Xalqaro hamkorlik masalasi qanday yo'lga qo'yilgan, qaysi jihatlarni biz bugun amaliyotga kirityapmiz, kimlar bilan hamkorlik qilyapmiz, qaysi davlatlarni bir tajribalarini yoki bizning tajribalarimizni ularda ommalashtiryapmiz, shular haqida fikrlaringiz marhamat. Masalan, xalqaro tajribalarga yondashadigan bo'lsak, Fransiyada bola tug'ilishi bilan unga o'sha kitoblar to'plami sovg'a qilinar ekan va bola ulg'aygan sari har yilda unga o'sha bir donadan eng yaxshi ko'rgan kunlarida kitob sovg'a qilinar ekan. Ota-onasi tomonidan va boshqa kitob sovg'a qilish, bizda ham bu narsa jarayon bor. Lekin biz o'sha qanday kitob sovg'a qilyapmiz? Faqatgina o'sha qaysidir tadbirlarda kitoblar jamlanmasini olib borib berish, bu oddiygina berib qo'ldan qo'lga uzatish bilan berilyapti-da. Xalqaro tajribalarga yondashadigan bo'lsak, ular bola uchun o'sha masalan Finlandiyada ham mana shu tajriba bor. Yaponiyada bor va ularni bolalari qanday kitobni ichida qanday g'oya bor, u o'zi uchun sovg'a qilingan narsani mohiyatiga yetgan holatda uni o'qiydi va aynan kitobda qanday g'oya bo'lsa uni o'ziga oladi. Qarangki, buni zamirida qanday bir siyosat bor. Yurtga sodiqlik, vatanparvarlik, ota-onaga hurmat va o'z vatanini sevish juda ham katta bir siyosiy qudrat bor. Kitob sovg'a qilish shunchaki biz qaysidir joyga tadbirlarga borganimizda 4 ta 5 ta nomiga qaramay
samimiymiz uni sovg'a qilishdan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Bu jiddiy masala. Kerak bo'lsa o'sha milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan olib qaraganimizda bu milliy xavfsizlik masalasiga teng masala sifatida qarashimiz kerakda. Va yana bitta narsa, nashriyotlar desa faqatgina AOKni zimmasidagi masala emas bu. Bu dolzarblik raqamli texnologiyalar vazirligi, xalq ta'limi, maktab ta'limi vazirligi va oliy ta'lim vazirligi barcha birdek o'sha bu masalaga jiddiy e'tibor beradigan masalaki, chunki biz jahon hamjamiyatiga o'zimizni asarlarimiz bilan chiqib borishimiz uchun va O'zbekiston ko'p millatli mamlakat ekanligini inobatga olgan holatda faqat o'zbek adabiyoti, o'zbekcha nashrlar emas, faqatgina adabiy yo'nalishni o'zini ichiga qamrab olgan asarlar emas, balki ko'p tilda 130 dan ortiq millat va elat vakillari yashaydi O'zbekistonda. Biz qamrab olishimiz uchun o'sha barcha hamkor tashkilotlar, mutasaddi tashkilotlar va yaqinda o'sha maktab ta'limi vazirligi huzurida tashkil etildi milliy kontentni rivojlantirish masalasi bo'yicha alohida murojaat qilgan bo'lardimki, hamkorlikni o'sha mana Lola opam aytgandek, uzviylikni juda ham jipslashtirish kerak va katta bir o'sha maqsadni o'rtaga qo'yish kerakki, biz faqatgina O'zbekistondagi o'zimiz bolalarimiz uchun kitobni o'sha chiqaryapmiz, buni o'sha kim o'qisa o'qiydi, o'qimasa kutubxonada chang bosib qoladi emas, balki biz mana shu kitoblarimiz bilan o'zimizning g'oyalarimiz, qadriyatlarimiz bilan boshqa mamlakatlar jahon hamjamiyatiga, jahon maydonida qanday ko'rinyapti, biz ham shu narsani taqdim eta olishimiz kerak. O'zbekiston bolasi milliy brendini o'rtaga chiqarishimiz kerak. O'zbekiston bolasi qanday ruhiy zamonaviy tarbiya topyapti, adabiy yo'nalishni qamrab olgan bo'lmasligi kerak. Bugungi bolalarimiz kichiklikdanoq o'sha kasb tanlash ko'nikmasini shakllantiradi. Texnologiyaga oid, ekologiyaga oid, madaniyatga oid, san'atga oid qaraymizki kitoblar kam. O'zbek mualliflari o'sha bolalar uchun mo'ljallangan sohaviy mualliflar kam ekanligini inobatga olishimiz kerak. Va mana shu yo'nalishda qiziqtiruvchi o'sha illyustratsiyalar asosida shakllangan qisqa bir animatsion tarzda biz nashriyotlarimiz o'sha hamkor tashkilotlar bilan xalqaro bir hamkorlik doirasida shularni taqdim etsa va o'sha nashriyotlarning eshigi doim ochiq bo'lishi kerak. Milliy O'zbekiston bolasi brendini shakllantirishimiz uchun biz kerak bo'lsa hamma yoqqa jar solishimiz kerak. Jar solishganda faqatgina rasmiyatchilik so'zga chiqib gapirish emas, amaliy takliflar bilan, amaliy o'sha hamkor tashkilotlar chiqishsin, biz o'zimizning g'oyaviy takliflarimizni beramiz. Jamiyat bilan o'sha doimiy aloqada odamlarning orasida yurar ekanmiz. Ular bugun yoshlar, bolalar nimalar qiziqtirishini, nimalar kerak ekanligini ular aytadi. Kerak bo'lsa bolalarni o'zi bizga g'oya beradigan va aynan mana shuni biz faqatgina tizim, sog'lom ma'naviy kuch-qudratga ega bo'ladigan va O'zbekiston brendini jahonga tanitadigan g'oyani ommalashtirishimiz kerak. Hozir shunday nashriyotlarimiz borki, o'sha zamonaviy texnika, texnologiya kirib kelgan bizga ham. 3D formatda chiqadigan bolalar kitoblari bor. Mana kitob do'konlarida ham bor. Shunday kitobni ochganingizda undagi rasmlar harakatga keladi. Bolalarni qiziqtiradi-ku. Masalan, bir shakllar paydo bo'ladi. Jonivorlar bo'lsa, ular harakatga keladi, o'rnidan turadi. Uychalar hosil bo'lishi mumkin, har xil shakllar hosil bo'ladi. 3D formatda chiqadi bu kitoblar. Undan tashqari musiqali kitoblar bor. O'zidan ovoz chiqaradi. Undan tashqari o'yma shaklda yasalgan, har bir betini ochganingizda o'sha shakllar o'zgarib turadigan. Demak, mana shu zamonaviy texnika, texnologiyalar asosida noshirchiligimizni yutuqlari asosida chiqayotgan yaxshi kitoblarimiz bor. Yana borib va ularga talab qanday? Ularga talab yana borib masala o'shanga taqaladi. O'sha biz aytgan, mana Lolaxonam tasdiqlagan oltin zanjir uzilgan. Oltin zanjir qaysi ma'noda? Bu kitoblar yozuvchilar tomonidan yozilyapti. Dizaynerlar, rassomlar ularga yaxshi rasmlar ishlayapti. Mana ko'rib turibsiz, ajoyib bir o'sha milliy chehralarni ko'rsatadigan mana bu rasm haqiqiy o'zbek bolasi bular. Rassomlar ishlayapti, katta bir o'sha yaxshi guruh ishlayapti. Buni hamma tomoniga. Bu kitoblarning hatto kegili harfini katta kichikligigacha inobatga olinadi bolalar adabiyotini. Masalan, 3 xil kegili bor buni. Bu adabiyotlar necha yoshgacha bolalarimizga mo'ljallangan? Bularning har biriga o'z kitoblarga yozilgan. 7+ masalan mana. Plus 12. 12 yosh. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan.
buni formati boshqa, buni harfning katta kichikligi boshqa va buni masalan ichidagi rasmlar ham bir-biridan farq qiladi. Bu boshqacha rasm chiziladi. Mana bunisi bu 70 ga 90 formatda, bu 7 mana plus 7 yoshgacha, bu kichik yoshdagi va buni har bitta rasm chizilgan, hammasida. Bunda hammasini rasm qamrab olmagan, chunki bu o'smirlarga mo'ljallangan. Bu kichkina juda 7 yoshdagi bolalarga mo'ljallangani uchun har bitta she'rni yoki hikoyani o'qib, rassomlar shunga rasm chizadi va biz muharrirlar buni o'qib ko'ramiz va rasmi bunga tushadimi, tushmaydimi, mos keladimi, kelmaydimi. Mana kechagi voqea, mana misol uchun Hazrat Pahlavon Mahmud haqida badiiy asar yozildi. Rassom muqovada yo'lbars terisi, ikkita odam o'rtada yo'lbars terisi va qo'lida pichoq. Hazrat Pahlavon muharrirlar darhol e'tiroz bildirdi. Yo'q, bu bolalarga to'g'ri kelmaydi. Buni almashtiramiz, bu rasmni almashtiramiz. Va bu rasm almashtirildi. Biz har bitta narsasiga, har bir nuqta, virgul, endi imloviy xato albatta o'z yo'lida, lekin rasmni shu betda joylashganmi, shu betda aytilayotgan voqeaga mos keladimi? Masalan, hikoyada aytilyapti qovun dalasi, rassom tarvuz chizib qo'ydimi, misol uchun. Shunaqa endi narsaga e'tibor beriladi. Rassomlarimiz ham baribir mazmuniga qarab chiqishadi. Endi qovun tasvirlangan bo'lsa, gap so'zlarda yo she'rda yo bir jumlada u yerda albatta tarvuzni chizmaydi deb o'ylaymiz. Yo'q, albatta. Endi men gapimni davom ettirsam, marhamat. Demak, mana shunday sifatdagi kitoblar chiqarilyapti. Chunki bizda millionlab o'quvchilarimiz, bolalarimiz bor. Kitoblarni tiraji mana o'zi aytib turibdi kamligi. Mana shu zanjirni qanaqadir ulash kerak. Bu uchun o'sha mutasaddi tashkilotlar bilanmi, o'sha albatta davlat darajasida e'tibor berilyapti bular hammasiga. Lekin qanaqadir mana shu uzuqlikni bog'lash kerak. Demak, sohaga aloqador mas'ullarning mas'uliyatini yana kuchaytirish kerak. Balki mahallalar kesimida, maktablar kesimida buni hal qilish kerak. Mana shunday durdona kitoblar bizning bolalarimiz qo'liga yetib borish kerak. Bu chiqyapti, yaratilyapti buni asarlar. Mana yuqorida aytilgandek mutaxassislar bularning ustida qattiq ishlayapti. Demak, o'sha oilalarga kirib borishimiz kerak, maktablarimizga kirib borishimiz kerak, maktabgacha ta'lim muassasalariga kirib borishimiz kerak va har birimiz farzandlarimizga kitob sovg'a qilishi, ularni doimiy kitob bilan rag'batlantirib borib, yangi marralarga, yutuqlarga demak undashimiz bu ota-onani avvalo vazifasi, oilada yosh kattalarimizning vazifasi. Bolalar adabiyoti haqida buni gapiryapmiz, kitoblar haqida gapiryapmiz. Qanday turdagi bolalar kitoblarga bugun talab yuqori? Mana siz ijodkorlar bilan muloqotdasiz. Masalan, ertaklar, ma'lumotnoma, fan targ'ibot, hikoyalar, bolalar shoiriga bo'lgan e'tibor qaysi biri bugun rivojlanib boryapti? Qaysi sohaga, qaysi yo'nalishga bugun e'tibor katta va talab yuqori deb o'ylaysiz? Menga juda ko'p nashriyotlardan murojaatlar bo'lyapti. Nasriy asarlarga talab kattaroq. She'riy asarlardan ko'ra nasriy asarlar va ertaklarga ko'proq so'rashadi. Ijodkorlar, bolalar ijodkorlari bevosita sizga chiqyapmizki, bolalar ijodkorlaridan ertak yozadiganlarni yoki bo'lmasa nasriy yo'nalishda ijod qiladiganlarni asarlaridan, yaxshi asarlardan bizga bersangiz, biz turk tiliga tarjima qilamiz. Tarjimonlardan ham mana shunday bir chiroyli tashabbuslar chiqyapti. Eng muhimi, yaxshi bir g'oyalar, yaxshi bir harakatlar boshlandi. Yuqorida suhbatdoshlarimizdan yana biri aytib o'tdi. Adashmasam 15-may kuni muhtaram prezidentimizning raisligida video selektor bo'ldi va bevosita mana shu selektor davomida bildirilgan fikrlar va bolalar kontentini rivojlantirish markazi tashkil etildi. Mana shu biz aytayotgan so'zlar, biz muammo deb sanab o'tayotgan masalalarni menimcha barchasi mana shu markaz qoshida bir jamiljon bo'lgan holatda birgalikda ko'pgina masalalarga yechim topiladi deb o'ylayman. Aynan tashkil etilgan yangi markaz, bolalar kontentini rivojlantirish markazi birgina kitobxonlikda emas, bolalar bugun kuzatayotgan ijtimoiy tarmoqdagi yoki bo'lmasa YouTube platformasi deymiz, gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlardagi turli sahifalar, bularni barchasini chuqur o'rganib, ularning milliy mentalitetimizga ta'sir o'tkazishi, barchasini muhokama qiladigan bir markaz tashkil etilganidan xursand bo'lyapman va nasib etsa mana shu markaz tashabbusi bilan
juda ko'plab masalalarimiz, ko'pgina muammolarimiz o'z ijobatini topadi. Lolaxon ko'rsatgan kitoblar, yangi kitoblarga nafaqat siz, balki hozir minglab, millionlab yurtdoshlarimiz tomosha qilib turib, havas qilib turishibdi. O'ylaymanki, bunday kitoblarni adadini ko'paytirish, bularga buyurtmani oshishi ko'proq targ'ibot, tashviqot ishlariga ham juda bog'liq deb o'ylayman. Kitoblar haqida mana ma'lumotlar berib, ko'rsatib tushuntirishni berdilar va bu ko'pchilik kitobxonlarimizni, ko'pchilik oila boshliqlarini, ota-onalarni, ayniqsa o'qituvchilarni qiziqtirgan bo'lishi tabiiy va bundan keyin ham hayotda o'zi shunaqa, har kun har bir sohada yangiliklar bor. Biz yangilikka qarab intilib, yangilikni o'rganib, yangi tajribalarni faoliyatimizga singdirib olmas ekanmiz, rivojlanish o'zimizning yo'nalishimizda sal qiyinroq bo'ladi. Shu o'rinda sohani rivojlantirish maqsadida bolalar va ularning ota-onalarining kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, yuqorida aytganimdek, festivallar, kitobxonlik haftaliklari, adabiy ma'rifiy tadbirlar, viktorinalar, ijodiy tanlovlar kabi tadbirlarni muntazam o'tkazib borish, ota-onalar va pedagoglar yangi kitoblar va mualliflar haqida ma'lumot olishlari mumkin bo'lgan axborot platformalarini rivojlantirish ham bugun nazarda tutilgan. Bu axborot platformalari bevosita har birimizni qo'limizdagi gadjetlarda ma'lumotlar, zarur adabiyotlarni kerak bo'lganda izlab topadigan va zarurat bo'lganda uni sotib oladigan va foydalanadigan imkoniyatlarimiz ham bor ekanligini unutmasligimiz kerak. O'zbek adabiyoti va kitob mahsulotlarini xalqaro miqyosda ommalashtirish, mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va bu borada xorijiy hamkorlar bilan doimiy aloqalarni yo'lga qo'yish maqsadida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida Bolalar va o'smirlar adabiyoti xalqaro kengashining O'zbekiston Respublikasidagi milliy sho'basi tashkil etilganligini ham biz bugun aytishimiz kerak va vazifalar belgilangan. Bu vazifalar ijrosi bevosita bolalar orasida kitobxonlikni ommalashtirish, mana yuqorida aytganimizdek, oilalarga kitobni ko'proq kirib borishi, o'zi mana keyingi yillarda kitobxonlikka berilayotgan e'tibordan biz ko'ryapmiz, tanlovlardan ko'ryapmiz. Yoshlarimiz juda ham chanqoq. Oilalarimiz hattoki faqat farzandlar emas, bugun ota-onalar farzandlar bilan birga kitob o'qiyapti. Bolalar adabiyotiga sarmoya kiritish bu nafaqat ma'naviyat, balki istiqboldagi iqtisod, siyosat va jamiyat tarkibini sog'lomlashtirishga kiradi. Va bu o'rinda barchani mana shu bolalar nashrlari uchun mas'ul bo'lishga va bolalarimizni mutolaaga chorlashga va o'sha yaxshi mana kitoblarimizni barchasiga tengma-teng ravishda mana shu bugungi yutuqlarimiz bilan kitob mutolaa qilib jamiyatga xizmat qilishini tilakdoshiman. Har bir ota-ona o'zini farzandiga hamisha yaxshilikni sog'ingan kabi mana shu bugungi kunda hayotimizga chuqur kirib kelgan mana bu zamonaviy telefonlardan, smartfonlardan o'zini tiyib, ko'proq o'zi ham, bolalarni ham kitobga qaratishini xohlardim. Chunki bolalarimizni qo'liga biz albatta kitob berishimiz kerak. Bizning o'zbek adabiyotida sara asarlar ko'p, bolalar uchun yozilgan juda yaxshi, mukammal asarlar ko'p. Faqat bizning vazifamiz mana shu o'zimizdagi bolalarni ta'minlash bilan birga jahonga yuz tutishimiz kerak. Biz chiqishimiz kerak. Shu doiradan chiqishimiz kerak. Masalan, men jahon adabiyotidagi ko'p jarayonlarni kuzatib boraman. Masalan, Turkiya adabiyotida Hoshimjon Ro'ziyev degan qahramon yo'q. O'shanga o'xshash qahramon yo'q, misol uchun. Mana shu qahramonni nimaga biz turk tiliga tarjima qilib, nima uchun Turkiya bolalarini bahramand qila olmaymiz? Qilishimiz kerak. Biz chiqishimiz kerak. Bizda bor. Potensial bor, imkoniyat bor, yozuvchilarimiz zo'r, zabardast. Hayratlanarli adabiyotimiz bor. Va o'sha Hoshimjon Ro'ziyev deb hozir keltirganingiz singari, o'sha Anvar Obidjonning Quvnoq she'rlari deymizmi, Meshpolvoni deymizmi, Tursunboy Adashboyevning qanday bir go'zal she'riyati bor. Va mana shu she'rlarni munosib tarzda qaniydi deymanda, men juda ko'p tillarni bilsamda, mana shu o'zim yoqtirib, o'zim bolaligimda yod olgan she'rlarni o'zim tarjima qilsam, yayrab tarjima qilsam deyman. Lekin afsuski til bilish va juda katta bir mahorat talab qiladi tarjimonlik ham. Erta kechi yo'q, til o'rganish ham. Shundoq. Lekin orzu, havas, orzuga ayb yo'q deganda, biz o'sha dunyoviy bir tadbirlarda ham ko'rganimiz singari adabiyotimiz mutlaq qolishmaydi. Bir hech taraflama, yuqori bo'lsa yuqori va mana shu adabiyotimizni biz namoyon qilishimiz uchun har jihatga tayyor turishimiz kerak. Har birimiz farzandlarimizni yetuk
olim, ziyoli bo'lishini xohlaymiz. Bilimi keng, dunyoqarashi keng, xalqaro miqyosda tanilgan bo'lishini xohlaymiz, lekin buning ortida juda katta bir mashaqqatli mehnat, ota-onani avvalo o'sha farzandga bo'lgan kuchli e'tibori, mamlakatimizda yaratilgan sharoitlar, yoshlar uchun imkoniyatlar, juda katta bir e'tibor mamlakatimizda yoshlarga berilyapti. Oltin fondi deb mana ularga ta'rif berilyapti yoshlarimizga. Buning uchun kitobga do'st tutinishimiz kerak. Bugun mana shu mavjud masalalarni yechimini birgalikda qilishimiz kerak va bugun oilalarimizga kitobxonlik an'anasini yanada bir singdirishimiz kerak va kitobdan ortiq do'st yo'q ekanligini mana Orif akam aytdilar. Bugun hayotning o'zi bizga ko'rsatyapti va bu farzandlarimiz kelajagi uchun, ma'naviyati uchun, mamlakatimizga yetuk kadrlar bo'lib shakllanishi uchun, eng muhimi vatanparvar yoshlar bo'lib tarbiyalanishi uchun bu juda ham katta ahamiyatga ega. Hurmatli ekspertlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. O'ylaymizki, ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar, yangi loyihalar haqida qilinajak ishlar va amalga oshirilgan xalqaro hamkorlik masalalari, yechimini kutayotgan masalalarning yechimi haqida biz keyingi muloqotlarimizda, suhbatlarimizda davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.